Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Yana bir yangilik SXF jamoamiz tomonidan qurilgan katta 36 ming kvadratlik binoni Elit maktabi asoschilari ukalamiz Dilmurodga berdik. Bular bu yerda robototexnika, sun'iy intellekt, ingliz tili juda ham chuqur o'rgatiladigan elit maktablarni ochishibdi. Bu Samarqand shahrida o'sha Siyob bozori Shohizinda madrasasining yaqinida joylashgan, kirib chiqishga qulay, avtoturargohlari bor, juda ham xavfsiz hududda farzandlaringiz o'qishi mumkin. Kelajak fanlari juda ham chuqur o'rgatiladigan haqiqiy elitni maktab bo'lyapti. Bir kelib sinab ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Biz qurgan joylarda, binolarda mana shunaqa maktab, institutlar ochilsa, bizga juda ham ko'proq faxr va xursandchilik beradi. Quruvchi sifatida ham, keyin maktabni o'rganib chiqib, o'zi mutaxassis ham bo'lib qoldim. Ko'p maktablarni binolarimizga joylashtirdik. Eng zo'ridan biri deb ayta olaman. Hammalaringni kutib qolamiz.